Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib podpischilarimiz, do'stlar, obunachilar, bugun 2025-yil 18-mart kuni sizlarga zo'r narxda ko'pchilik qiziqadigan O'zbekiston yo'llarindagi haqiqiy внедорожник yo'l tanlamas avtomobil bo'lgan Trailblazer'ni zo'r statsiyasini reklama etib beramiz. Video obzorimizni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi deb umiddaman. Mashinaning narxi ham zo'r va navorotlar ham bor. Xudo xolasa kredit asosida chiqarib olsangizlar ham bo'ladi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib kuzatish esdan chiqmasin do'stlar. Mashinamiz 2020-yil kraskalari 100% родной. Keyin 4 dona balon qo'yilgan, balondan yomoni o'zini zavodskiy paroklari mashinamiz oddiy do'shuncha bo'lgan. Bemalol ustalarga ko'rsatib tez yetirib olaverasiz. Sollarni akkuratni o'tirishini qaranglar. 500 sideniya bo'ladi, 7 местali mashin. Dapalarining konditsionerlari, rullarning qo'jalari Matiyudutlar o'zini zavodskiy tikilgan emas. 73395 km masofani bosib o'tgan, monitori, böyle bestoklar, xullas hamma narsasi bor. Kraska chirindi yo'q. Bog'larni to'rtisi ham toza va 7 sideniyasi ham o'rnatilgan mashinaning. Iltisi eng oxirgi full pozitsiyasi. Bu mashinamizni qiziqli yeri bor. Xo'sa, sizlar yaqindan bo'lsa birdan like bosib berasiz shu o'rinda. Ina. Sizlar yaqindan yurish, qip-qizlatib bir like bosib berasiz. 3 dona 30lik metan gaz uстановка bo'lgan va qiziqli yana bir qiziqli yeri, bir zapravka 100 ming so'm bilan doladi va 180, 190, 200 kilometrgacha yurib beradi sizlar uchun. Shu metanda. Rasxoti ko'p emas. Axota qiziqadigan, внедорожник mashinalarga qiziqadigan bratlar bo'lsa, yana avtosel salonimizda narxini 295 million so'mdan kelishtirib beramiz. Naqd bo'ladigan bo'lsa, keyin kredit oluvchi mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovini 35 million so'm berasiz. Notariskiy xarajatlar отдельный bo'ladi. Avtosel salonimizga kelib, xarid etkazsangiz bo'ladi. Faqatgina avtokredit varianti Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlariga yangi xizmatlarimizga chiqarib bersak bo'ladi. Hammalarni kutib qolamiz, bemalol avtoselga kelaverasiz.